Erkak kishi regular jinsiy aloqa qilish kerak. O'z vaqtida jinsiy aloqa qilmasa nima bo'ladi? Ya'ni organizm o'zi xohlayapti, lekin jinsiy aloqa qila olmayapsiz. Prostata bezi hamma tug'ilgan o'g'il boladan, yangi tug'ilgan chaqaloq o'g'il boladan boshlab to yoshi katta chollargacha, ya'ni hamma erkaklarda bo'lishi kerak bo'lgan va bo'ladigan bez hisoblanadi. Jinsiy aloqa paytida yoki masturbatsiya qilganda, umuman olganda erkak kishidan sperma chiqayotgan sperma uruq yo'li orqali kelib prostata bezini bu qismidan chiqadi. Sizda uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaganingiz uchun prostata bezida kasalliklar yuzaga keladi. Qanchalik jinsiy aloqani xohlasangiz, shunchalik jinsiy aloqa qilishingiz kerak. Erkak kishi hayotida regular jinsiy aloqa qilish qanchalik muhim? O'zi regular jinsiy aloqa degani nima? Regular jinsiy aloqa qilgan erkaklar nima uchun doim sog'lom, nima uchun doim yosh va nima uchun ular baxtli ko'rinishda bo'ladi? O'zi erkak kishi uchun jinsiy aloqa qanchalik muhim? Shu kabi savollar ko'plab uchrab turadi. Bu savollarga hozir sizlarga qisqacha qilib, umumiy bir ozgina vaqt ichida ko'p narsani sig'dirib berishga harakat qilaman va buni amaliy isbotlab hozir doskaga yozib, chizib tushuntirib beraman. Demak, erkak kishi regular jinsiy aloqa qilish kerak. Regular jinsiy aloqa deganda barcha yoshda o'ziga xos, ya'ni kollektivda bir hafta necha marta jinsiy aloqa qilish kerakligi ro'yxatlari bo'ladi. Buni xohlagan joyingizdan topsangiz bo'ladi. Lekin regular jinsiy aloqa deganda odatda 30-35 yoshgacha bo'lgan erkaklar uchun bir haftada eng kami 3 marta. 35 va 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar uchun eng kamida 2 marta va 50 yoshdan yuqori bo'lgan erkaklar uchun bo'lsa 2 marta yoki bo'lmasa 1 marta haftada jinsiy aloqa qilish norma hisoblanadi. Agar siz organizm bundan ko'proq talab qiladigan bo'lsa, marhamat, har qancha xohlasangiz shuncha jinsiy aloqa qiling. Lekin o'z vaqtida jinsiy aloqa qilmasa nima bo'ladi? Ya'ni organizm o'zi xohlayapti, lekin jinsiy aloqa qila olmayapsiz. Yoki bo'lmasa organizm xohlayapti, siz uzoq safarlarda yurasiz. Organizm xohlayapti, siz boshqa davlatlarda ishlab yurasiz. Bunda organizm uchun, erkaklik uchun qanday minuslari bor, shularni qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Siz bo'lsa shu kabi qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'ling va videoga like bosamiz. Agar fikrlaringiz bo'lsa qoldiring. Erkak kishi kichik sanoq a'zolarini chizib tushuntirishga harakat qilaman. Bu CD pufagi. Bu yerda prostata bezi bor. CD pufagiga ikkala buyrakdan CD keladi va CD to'ladi. CD to'lgandan keyin bo'lsa, erkak kishida pozitiv paydo bo'ladi, ya'ni hojatga chiqish. Bu CD yo'li. CD yo'lining bosh qismida bu yerda prostata bezi bo'ladi. Prostata bezi hamma tug'ilgan o'g'il boladan, yangi tug'ilgan chaqaloq o'g'il boladan boshlab to yoshi katta chollargacha, ya'ni hamma erkaklarda bo'lishi kerak bo'lgan va bo'ladigan bez hisoblanadi. Bu xuddi shu holatda bo'ladi. Endi tuxum desak, tuxumlarda urug'lar hosil bo'ladi. Yaqinda kimdir bittasi aytuvdi, o'zimizni ko'chada prosta tanishimiz. Shunaqa ozroq gap bo'ldi. Shitavitkadan qalqonsimon bezdan testosteron hosil bo'ladi deb biroz hazillashdik, kulishdik. Xo'p, testosteron bilan spermatozoidni, ya'ni urug'ni hosil qiladigan, ya'ni ishlab chiqaradigan zavodi bu moyaklar hisoblanadi. Nima uchun moyaklarning razmeri muhim, nima uchun moyaklarga e'tibor berish kerak deganimiz asosiy sabab shu. Ya'ni aytganimizdek, moyaklarda spermatozoid va moyaklarda testosteron hosil bo'ladi. Endi moyakda hosil bo'lgan testosteron qon orqali organizmga so'riladi. Lekin moyakda hosil bo'lgan spermatozoidlar maxsus urug' yo'li orqali prostata beziga va bundan tashqariga chiqadi. Bu qanday sodir bo'ladi? Xudo taolo shunaqa murakkab qilib, lekin shunaqa mukammal qilib yaratgan bandani. Bu yerda CD yo'lini bu yerida maxsus sfinkterlar bo'ladi, ya'ni bekilib ochiladigan. Jinsiy aloqa paytida yoki masturbatsiya qilganda, umuman olganda erkak kishidan sperma chiqayotgan sperma urug' yo'li orqali kelib prostata bezini bu qismidan chiqadi. Bu qismidan chiqayotganda bo'lsa, bu yerdagi sfinkterlar, ya'ni CD pufagi bo'yin qismidagi sfinkterlar bekiladi va bu yerdagi sfinkterlar ochiladi. Natijada hosil bo'lgan sperma normada tashqariga chiqadi, ya'ni jinsiy olatdan tashqariga chiqish kerak bo'ladi. Voy, jinsiy olatni ham chizib qo'yaman hozir. Mana. Natijada jinsiy olatdan tashqariga chiqadi. Xo'p, endi nima uchun prostata bezini qayta aytyapman? Bu yerdan seminniy puzirka degan maxsus bez bo'ladi.
Ko'pchilik yoshlarimizda bo'ladi. Qizlar bilan gaplashganda, o'ylaganda, hayo surganda jinsiy holat turadi. Jinsiy holat turganda uchidan suyuqlik chiqib qoldi. Bu nima degan narsa? Shilimshiq deb aytadi. Yoki bo'lmasa hojatga borganda, katta hojatga borganda oxirida shilimshiq, suyuqlik chiqib qoldi. Oq prozrachiy shunaqaligi tonkiy bo'ladi. Bu nima deydi? Bu prostata bezini suyuqligi. Endi bu prostata bezini vazifalaridan bittasi bu gormonal fonda ishtirok etadi. Ya'ni tuxumlarda hosil bo'lgan testosteronni parchalash uchun aromataza ishlab chiqaradi va bundan tashqari prostata bezi o'zidan shunday suyuqlik ishlab chiqaradi. Xuddi baliq suvda harakatlanganiga o'xshab turib, spermatozoidlar ham aynan seminniy puzirkidan va prostatadan hosil bo'lgan suyuqliklarda harakat qiladi. Ya'ni erkak kishi jinsiy aloqani xohlaganda, jinsiy aloqaga tayyorgarlik ko'rganda, jinsiy holat turgan vaqtlarida prostata bezidan suyuqlik ishlab chiqarishi kuchayib ketadi. Tasavvur qiling, hozir aytganimdek, siz organizmingiz jinsiy aloqani xohlayapti, jinsiy holat turdi, har xil xayollar keldi, prostata bezidan suyuqlik ishlab chiqarish kuchaydi. Xuddi shu paytda agar sizda qayta xuddi shunday onlarda jinsiy aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, prostata bezidan chiqqan suyuqlik shu yer o'zida qatib qolishi yuzaga keladi, o'zbekcha qilib aytyapman. Va natijada zastoyniy prostatit yuzaga keladi. Ya'ni bundan chiqqan suyuqlik shu yerda o'zida qatib qolib dimlanadi va prostata bezi hajmi kattalashib ishib ketadi. Prostata bezi hajmi kattalashib ishib ketgandan keyin bo'lsa, hozir aytgan narsamiz, bu fan tilida zastoyniy prostatit deydi. Bu narsa prostata bezini doimiy shamollashiga olib keladi. Bunday holatlarda ikkita narsa kuzatiladi. Birinchidan, zastoyniy prostatit bo'lgan bemorlarda siyishida muammolar paydo bo'ladi. Ya'ni hojatga o'tib, o'sha quvg'ini bo'shatib kelgandan keyin oxirida tomchilab qolishlari yoki bo'lmasa tez hojatga chiqishlari yuzaga keladi. Va ikkinchi narsa, bu yerda to'planib dimlangan sekretga, ya'ni chiqqan suyuqlikka infeksiya tushishi oqibatida prostata bezining ichida в прямом смысле to'g'ridan to'g'ri tosh hosil bo'ladi. Bu toshni natijasida hattoki siz masalan 5 oy, 6 oylab jinsiy aloqa qilmadingiz, sizda zastoy prostatit bo'ldi, O'zbekistonga qaytdingiz, ayolingiz bilan yana regular jinsiy aloqa qilishni boshladingiz. Lekin shu paytda sizda bu yerda o'sha dimlangan prostata suyuqligiga infeksiya tushgan bo'lsa, bu yerda tosh hosil bo'lib qoladi. Va hosil bo'lgan tosh ana endi sizni har doim, har 6 oyda yoki 1 yilda prostata bezini qo'zg'ab, shamollashlarga olib keladi. Natijada sizda uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaganingiz uchun prostata bezida kasalliklar yuzaga keladi. Hozir aytganimdek, prostata bezi faqatgina sidiyni o'tkazuvchi yoki bo'lmasa bu yerdan suyuqlik ishlab chiqaruvchi emas, asosiy vazifalardan biri bu gormonal fon. Ya'ni testosteronni parchalovchi aromataza ishlab chiqaradi. Sizda prostata bezi o'zi kasal holatda. Ya'ni o'zi zo'rg'a ishlayapti va buni majbur qilib siz yana jinsiy aloqa qilishni xohlayapsiz. Bu nima degani? Bu degani bundan chiqadigan aromataza soni kamayadi va organizmda har qancha testosteron bo'lmasin, parchalanmagan, ya'ni hazm qilishga tayyor bo'lmagan testosteronlar organizmda ko'payaveradi. Organizm buni hazm qila olmaydi, chunki hazm qilish uchun asosiy beradigan aromataza prostatada yetarli chiqmayapti. Natijada shu jinsiy zaiflik kelib chiqishni boshlaydi. Ya'ni har qancha testosteron bo'lmasin, xohish kamayishni boshlaydi. Har qancha organizmda testosteron bo'lmasin, erkaklarda jinsiy zaiflikda erkaklarda hamma turlari tez bo'shanish, xohish kamayishi yoki bo'lmasa jinsiy holatda qattiq turmasligi shu kabi muammolar ham paydo bo'ladi. Ya'ni sizni birgina uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmasdan, lekin shu vaqt ichida doimiy jinsiy aloqani xohlab yurishingiz oqibatida prostata bezida zastoy kelib chiqadi. Prostata bezini hisobiga keyinchalik sizda jinsiy zaifliklar yuzaga kelishi mumkin. Erkaklarda urologik muammolar ko'p uchraydi. Bular xoh farzandsizlik bo'lsin, xoh bu narsa o'sha jinsiy zaiflik va boshqa sabablar bo'lsin. Ko'pchilik erkaklar ba'zi holatlarda bu narsani hattoki yechimi borligini ham bilishmaydi. Lekin bizni jamoamiz sizga har qanday urologik muammo bilan eko bo'ladimi bu yoki jinsiy zaiflikning eng og'ir turi, jinsiy aloqadagi eng katta muammolar bo'ladimi? Jinsiy holatni razmerida yoki bo'lmasa jinsiy holatni qalinligida yoki jinsiy holatda o'tkazilgan turli operatsiyadan keyingi travmalarda va jinsiy holatni qiyshayishi va boshqa holatlar bo'lgan taqdirda ham
hatto zamonaviy protez qo'yish kerak bo'lsa ham sizlarga albatta yordam bera olamiz. Bu muolajalar barchasi biz o'zimiz ishlaydigan klinikada amalga oshiriladi va bu muammolarga biz sizga albatta yechim bera olamiz. Aytgancha, yoshlar faqat o'zini o'ylamasdan ota-onalar haqida ham biroz o'ylashimiz kerak. Otalarda, yoshi katta odamlarda tunda hojatga o'tish bo'lyapti yoki bo'lmasa siyishda muammolar bo'lyapti. Tez-tez hojatga o'tish bo'lyapti. Bunday muammolarda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi kasalligi kuzatiladi. Bunday holatda ham sizga hech qayeringizni kesmasdan, teshmasdan, tikmasdan tabiiy siydik yo'li orqali rostakasim lazer bilan kirib dardingizni xalos qilamiz. Bizga murojaat qiling va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shuning uchun ham biz har doim aytadigan narsamiz jinsiy aloqa doimiy regulyar bo'lishi kerak. Hattoki adashmasam, bilmadim endi adashgan bo'lsa o'zi kechirsin. Adashmasam, payg'ambarimiz ham Rasululloh urushga borganda qanchadir muddatda qayerdadir 4 oy deb eshitgan edim. Shu 4 oy bo'lganda erkaklardan albatta uylariga bir marta borib ayollarni yo'qlab kelishlari kerak deb aytgan. Bilamiz, bizning dinimiz mukammal din. Hamma narsa bugungi kunda kashf qilayotgan narsalar o'sha Rasululloh davrida o'zi kashf qilib bo'lingan narsalar. Ya'ni men o'ylashimcha balki o'sha paytda ham Rasululloh shu narsani oldini olish uchun ham shu erlarni bir qator ayollarni oldiga borib kelish kerak degan fatvo chiqarib bergan bo'lsa kerak. Ba'zi bir bemorlarimiz shu narsaga shikoyat qilib keladilar. Ular shikoyat qiladigan narsasi ularda xohish juda ham kuchli, lekin ayollari ko'pincha qarshilik qiladi. Bunda nima bo'ladi desa, bu juda ham yomon narsa. Chunki erkak kishida testosteron yaxshi, xohish kuchli, juda ham hali azartda turibdi. Prostata bezi suyuqlik ishlab chiqarib turibdi. Hamma organizm bunga tayyor, lekin jinsiy aloqa bo'lmadi. Va natijada birinchidan erkakda psixologik travma bo'lyapti. Chunki o'zini ayoli bunga rad qilyapti. O'zini ayoli tayyor emas, o'zini ayoli xohlamayapti. Ikkinchidan erkakda gormonal buzilish bo'ladi, chunki butun organizm gormonlar hozir jinsiy aloqaga tayyorgarlik ko'radi, lekin jinsiy aloqa bo'lmayapti. Uchinchidan bo'lsa, hozir aytganimdek zastoy prostatitga va buni oqibatida keyinchalik siyishda va o'sha jinsiy zaiflikka sabab bo'lib qolyapti. Ya'ni ayollarni o'zlarini erlarini jinsiy aloqaga qarshilik qilishlari oqibatida shu keyinchalik jinsiy zaiflikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun hurmatli erkaklar, har doim aytadigan gapimizni aytamiz. Siz qanchalik jinsiy aloqani xohlasangiz, shunchalik jinsiy aloqa qilishingiz kerak. Va shundagina hatto 90 ga kirsangiz ham yosh, baquvvat bo'lib yurasiz. Agar video bu chizgan narsalarimiz qanchadir tushungan bo'lsangiz, qaysidir ma'noda siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unda bizga podpiska bosing, chunki siz uchun faqatgina kerakli va foydali ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Agar sizning fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Fikrlaringizga javob berishga harakat qilamiz.